To'stokoni yengillik qilishdan to'xtamaymiz. Sizlar uchun bir emas, ikkita apparatimizni askikka tushirib qo'ydik. Bir ko'rishinglar mumkin. Greenlife firmasidan ikki xil karterimiz. Naporlari har taraflama bir xil. Sifati bo'yicha vobshe zo'r, lekin bular. Karsalarimizga 1 yildan kafolat beramiz. Komplektidan penabachok ham chiqadi. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 135 bar, 2 kilovatli dvigatel, 6 litrlik suv расход. Dvigatelga keladigan bo'lsak, sinxronli motor bo'ladi, pompalari ham vobshe baqot. Hamda receiver, ya'ni chela, bochka, libo joydan suv tortadi. Xohlasanglar kranga ham ulaysizlar. Ikkala karserimizning motorlari, har taraflama pompalari bir xil bo'ladi. Shlankalari ham vobshe mo'shli, trosli bo'ladi. Bitta sepishdan ko'rsatib beramiz sizlarga. Bitta ko'rsating. Sepishlari ham vobshe zo'r. Naporlari ham mana ko'rishinglar mumkin. Vobshe cho'tki. Bu karselarimizdan narxiga keladigan bo'lsa, narxini avvalgi narxi 1,5 million sotganmiz, hozirgi kunda 799 ming so'mdan qilib beramiz. Dastavkalari ichida. Toshkent bo'ylab.